Assalomu alaykum, O'zbekiston fuqarolari. Men Qozog'istonda qamalib yotgan Sardorni onasini, begunoh yotgan bolamdan ozod qilib chiqishini so'rayman. Butun O'zbekiston xalqiga, prezidentiga, Qozog'iston xalqiga, prezidentiga bu bolam begunoh deb, bu bolamni boshida nimaiki qiynalgan bo'lsa qiynoqlarga hammasiga bardosh berdi bolam. Boshida qiynadi. Qiynalganda qo'rqqanidan emas, u juda azobda hushsiz yotganida bo'yniga og'izdi. O'sha o'rda boshi leytenanti Sanjar Alibek degani, Beksaidov, Nurilbek degan tergovchilar, uning yonida bir 5-10 ta politsiyachilar borib, meni bolamni oyog'iga gazeta o'rab, skovchlab, krevatga yotqizib, elektroshoklarga qo'ydi. Uning o'rtasida meni bolamni bo'yniga qo'yish uchun oilasini, bolalarini o'rtaga qo'ydi. Meni bolam hech ham bu gunohni qilmagan. Mana 7 oydan beri o'sha Qozog'istonda, Chimkentda qamoqxonasida yotibdi. Begunoh. Qon analizini oldi. Hamma joyda bir 2 marta olsa meni bolamdan 5 marta, 6 marta olsa ham qonidan hech narsa chiqmadi. Hech tushunmaymanki men bu Qozog'istonning qaroriga, qonunlariga. Eyda shu qizni o'ldirgan joyda meni bolam necha tevada ishlaydi. Bir marta o'tgan video kamerasini oldi xolos. Qolgan kameralarda aslo yoqtirmadi. Dadasi borib aytsa ham uni aslo ko'rsatmadi. Bu yerda nima ish bo'lyapti Alloh biladi. Meni bolamni o'sha paytida, sud bo'lgan paytida, birinchi sudida bir qizni mayli joyi jannat bo'lsin, qizni akasi kelib ham bu bolani kuchi yetmaydi meni singlimga desa ham unga ham quloq solmadi. Hamma politsiyachilarni bilmadim, hech qaysi sudga ham kelgan yo'q. Shu orada hamma joyda bir 3-4 marta, 2 marta bo'lar ichki sud dedi. Konsulga yozdik, o'sha Qozog'iston, O'zbekiston konsuliga. Edan ona vakil jo'natdim, otaxonni oldiga dedi. Aslo vakil ham borib kirgizmadi. Bilmadim, meni bolam gunohsiz. Allohim eda uni Qozog'istonni sha'ni kelsa, bu O'zbekistonda meni bolamni hayoti